Xayrli kech yana bir bor azizlarim. Yana bitta ochirim qilamiz. Kommentariya haqida ozgina gapirib o'tib ketmoqchiman. Ko'p gapirishga mumkin o'zi. Bir qiz yozadi har doim bir xil kartada ochasiz. Kartalarning ahamiyati yo'q, go'zalim, asalim. Hamma karta ham bir xil narsani o'qib beradi. Kartalarim yoqmasa boshqani kuzating deyman har doim shu qizga, lekin baribir negativ gapirib chiqib ketadi. Bir xil narsani o'qiydi hamma karta. Kimdir kartalarga qiziqadi, hobbisi, yaxshi ko'radi har xil kartada, lekin men hamma karta bir xil narsani o'qiydi azizlarim. Bugun qanaqa ochirim qilamiz? Parvo qilmayman anaqa negativlarga. Uchinchi shaxs oradan chiqib ketadimi deb ko'rib olamiz. Ya'ni uchinchi shaxs oradan chiqib ketadimi? Negativ ochirim qildim kelmaydi, lekin ko'p so'raysizlar shu mavzuni. Ya'ni uchinchi inson, uchinchi shaxs oradan chiqib ketadimi? Uchinchi shaxs ham inson degim keladi-da, tushunmaysizlar-da buni. To'g'ri, birovning oilasini buzish yaxshi emas, lekin uchinchi shaxsni o'rnida bo'lmaganinglarga shukr qilinglar deyman. Buni ham hayot shunga majbur qiladi azizlarim. Bilmadim, bu gapim kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. U qanaqa energiyada hozir? U aql bilan ish qilishda, nimadir gaplashyapti, nimadir o'ylayapti, nimadandir qo'rqyapti. Bu insonning qadriga yetmaganligini, oilasini balki tashlab ketganligini aytayapti. Bu insonda yo'l turibdi. O'tmishga nisbatan yo'l turibdi. Lekin ikkilanish bor. Qarang, nimanidir kim bilandir gaplashyapti yoki maslahat qilyapti yoki o'zini ustida ishlamoqchi bo'lyapti uchinchi shaxs. Aql bilan ish qilishga qo'rquvlari bor. Ya'ni kurashdan charchadi u inson. Kurashgisi kelmayapti. Baribir u inson buni bilmadi. Baribir qadriga yetmadi. Yo'l turibdi. Xohlasa o'tmishga yo'l turibdi, lekin ikkilanish bilan qarab turibdi. Ya'ni tavakkal qilishdan charchaganligi, adolatsizlik bo'layotganligini o'zi ham bilyapti. Lekin u insonni yaxshi ko'rishini aytayapti. Yaxshi ko'radi. Lekin bu yaxshi ko'rishini oqibati faqat janjal bo'layotgani, janjal bilan tugayotganligi. Shuning uchun ham kurashdan charchayotganligini aytayapti bu inson. Ya'ni xursandchilik kunlariga o'zi qo'rquv bor. Ya'ni nima deydi, ishonch qolmayapti bu insonda. Lekin bu insonni hurmat qiladi. Ayoliga nisbatan, oilasiga nisbatan ham nohaqlik qilganini biladi, qalbini og'ritganini, bu haqiqatni biladi, uchinchi shaxs biladi. Bu insondan shubhalanayotganingizni ham biladi. Bu munosabatda oxiri yo'qligini ham biladi azizlarim. Bu insonni o'zini ham qalbi og'riyapti. O'zi ham yaxshi ahvolda emas. Lekin g'alaba kim tarafda? Oxirini bilmayapti. G'alaba kim tarafda? G'alaba baribir erkak tarafda bo'lyapti. Baribir erkak yutib chiqib ketyapti bu yerda. Oila baribir ayol, erkak nima deydi? G'alaba qozonyapti. Uchinchi shaxs baribir haqiqat shuki, nima deydi? Oxiri yo'q buni. Oxiri yo'qligini bilyapti. Oilani o'ylayotganligi, erkak kishi baribir oilani deyishini, ikki taraflama o'ylashini, baribir oilani deyishini va bu ayol o'zini ustida ishlashini, ko'p narsani tushunib yetganligini, bu inson taqdir emasligini balki taqdirida shu kunlar bo'lishi, balki taqdir emasligi, keraksiz joyga energiya sarflayotganini aytayapti uchinchi shaxs. Aqlli, dono shaxs, aqlli, nima deydi? Boshqaruvchi, chiroyli boshqaradigan, har taraflama kuchli shaxs uchinchi shaxs. Lekin ko'p narsani tushunib yetayotganligi, vaqtga tashlab qo'ydi. Hammasi tugatdi bu inson. O'sha charchadi. Boshqalarning manfaatini o'ylashdan charchadi bu inson. Shu narsa buni xafa qilyapti. Yangidan hayot boshlamoqchi. Demak, uchinchi shaxs o'rtadan chiqib ketyapti azizlarim. Bu inson charchadi. Baribir oilasini deyishini tushunib yetdi. Yangidan hayot boshlashini aytayapti. Ozgina ikkilanish bor yangidan boshlashga hayotini. Lekin yangidan boshlash tushyapti mana. Ozgina unutolmaslik, o'tmishdan qolgan xotiralar bu insonga qiynayapti. Ozgina umidini uzolmayapti, lekin hammasini tugatyapti bu inson.
unga bo'lgan xayollarini, talpinishlarini hammasini tugatyapti azizlarim. Uchinchi shaxs baribir taslim bo'lyapti, oradan chiqib ketyapti. Baribir oila, adolat qaror topyapti, oila tugash bo'lyapti. Xayollari tugayapti, ya'ni yangidan hayot boshlash xohlaydi uchinchi shaxs. Albatta chiqib ketyapti. Haqiqat shuki, tushunib yetyapti. Baribir oila, janjal, bu munosabatda oxiri yo'qligini tushunib yetyapti azizlarim. Mayli, omad tilayman. Adolat qaror topsin, albatta omad tilayman har biringlarga.